alaykum hurmatli YouTube a'zolari. Vander Kot o'rganma so'raganlar uchun like bosib poddeshka qilib turasizlar. Yaxshigina tevasan kallalab kesib bo'yni pasaytirganmiz. Mana ichki shoxlari rost shox berdi. Mana shu kurtalar uyg'onmaganda, mana ichki kurtalar mana uyg'onib, mana yarim metrgacha hattoki o'sganlari bor. Endi buni Xudo xolasa hosillarga siyraklashtirib, bir qator uchlarni kesamiz avreskasida. Muhimi zeleniy avreska hisoblanadi. Pastlargacha solgan bu yil hosildorlik nisbatan kamroq, o'tgan yilga nisbatan unaqa ko'p emas, lekin mana 20-aprel sanasiga siyraklashtirganimiz ham yo'q, hosil kam bo'lgani uchun hosil bor. Yomg'irda dog'lanish kasalligi keladi. Ko'p yomg'ir yog'sa biz dori sepmaganmiz. O'zimni kolleksiyam bo'lgani uchun yangidan foydalanganim yo'q. May oyida avreska bo'ladi va avgustda skitta uchun oldi kesamiz. Shunda ikkinchi zeleniy avreskasi ham bo'ladi. Juda ham sog'lom daraxt. Qishloqlari berilgan, suvlar berildi. Kaliberni ko'rmoqchi bo'lganlarga kaliberni ham ko'rsatamiz hozir. Kaliber yomon emas. Birinchi o'g'itiga kaliy bilan selitra, amofosni qo'shib berdik. Tikka holatda turibdi. Ichkariga qaragan shoxlarni hammasini qisqartiramiz, kaltalatamiz va o'sib ketayotgan uchlarni ham qisqartirib kesamiz. Bitta shunda hosildorlik ko'p, qolganlarda hosil kam. Bunda hosildorlik ko'pligi teva qismlarini ko'pini qoldirganimiz uchun hosil ko'p. Hosil yaxshi. Kalibri ham yirik. 100 gram, 120 gram atrofida chiqadi inshaalloh. Vander Kot kelasi yilga inshaalloh hosil ko'payadi. Biz mana shu ichkari holatiga, mana shu yerdan to'la holatda kurta chiqarishga harakat qilyapmiz. Yana may oyida kesganimizdagi inshaalloh bular yana qo'zg'alishga harakat qiladi. Qo'zg'alsa bo'lmasa, shu yangi kurtalar bilan biz hosilga o'tkazishimiz kerak bo'ladi. Buni abreskasini ham ko'rsataman inshaalloh sizlar uchun. Qiziqqanlar uchun. Mana bularni bo'yini pastlatdim. Balandga olib chiqmoqchi emasman, shu holatda qoldiraman.